Joriy yilning 18-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv va texnik tadbirlar natijasida 1999-yilda Muzrabot tumanida tug'ilgan oliy ma'lumotga ega O'zbekiston Respublikasi fuqarosi AB o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparati orqali Telegram ijtimoiy tarmog'ida pornografik mazmundagi videolarni tarqatib kelayotgani aniqlandi. U mazkur turdagi videolarni internet tarmoqlaridan ko'chirib olib, o'zi tashkil etgan Telegram kanali orqali boshqalarga ham ulashish bilan shug'ullangan. Tezkor qidiruv tadbiri davomida telefon apparatida AB nomiga rasmiylashtirilgan mobil raqamga faollashtirilgan profil ko'zdan kechirilganda, uning saqlangan xabarlar nomli jildida 546 ta video mavjudligi, ularning 502 tasi pornografik videolar ekanligi, AB ularni o'ziga tegishli bo'lgan profil orqali yaratgan kanal orqali yuklab olib, saqlab kelayotganligi fosh bo'ldi. AB ga tegishli bo'lgan Telegram akkaunti ko'zdan kechirilgan vaqtda u Telegram kanal hozirgi vaqtda mavjud emasligi 2025-yil dekabr oylarida o'chirib yuborilganligini ma'lum qiladi. Ammo ushbu kanalda 11492 ta pornografik video, bitta fayl, 1300 bitta foto surat, 652 ta havola va boshqa xabarlar mavjudligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan fuqaro AB ga tegishli bo'lgan qo'l telefon apparati xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilib, tegishli tartibda daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olindi. To'plangan ma'lumot va hujjatlar asosida fuqaro AB ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 189-moddasi, ya'ni pornografik mahsulotlarni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash yoki O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida reklama qilish bilan aybli deb topilib, qonuniy chora ko'rish uchun Muzrabot tumani Ichki ishlar bo'limiga yo'naltirildi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida pornografik kanalga 2 ta a'zo qo'shganman. Bu ishimdan juda qattiq pushaymonman. Kelajakda bunaqa holatlar hech qachon boshqa takrorlanmasligiga so'z beraman, va'da beraman. Qilishlarimga pushaymonman. Boshqalarga bu narsani tavsiya qilmayman. Bu yo'lda uzoqroq yurishni tavsiya qilaman. Aytish lozimki, qonunchilikda belgilangan qoidalarni mensimasdan qasddan ularni buzish javobgarlikka sabab bo'ladi. Yuqoridagi kabi holatlarni sodir qilganlarga esa jazo hamisha muqarrar. Har bir inson umr daftarini yaxshilik, ezgu amallar bilan bezata olsa, uning hayoti besamar ketmaydi. Ammo bu oddiy haqiqatdan tonganlar nafaqat o'zi, balki butun jamiyat, ota-onasi farzandlarining ham yuzini shuvut qiladi.